20 yoshli qizlardan 40 yillik tajribani kutish mantiqsiz narsa-da, bu noto'g'ri, unaqa qilmanglar. Sovchilikka borayotgan ayollarga odatda nima deyshadi? Qizdan onasi. Qizimiz hali yosh, oila qurishga tayyor emas, ko'p narsalarni bilmaydi degan vaqtda sovchilikka borgan ayollar biz qizingizni o'zimiz qizimizdek ko'ramiz, o'zimiz o'rgatamiz deyshadi-da. Keyin nima bo'ladi? 20 yoshli qizdan 18-22 yoshli qizdan xuddi haligi 10 yil oila qurib qo'ygan kelinlarning tajribasini kutishadi. Unaqa qilmanglar-da. Agar kelindan bironta xato, kamchilik o'tadigan bo'lsa, darrov yuziga solib, urishib, so'kib, o'g'liga urdirib, so'ktirib, mantiq qayerda, vijdon qayerda, odamgarchilik qayerda? 20 yoshli qizni hozir 6 oylik kelindan qaytib kelganligini eshityapmiz. Qaynona uydan haydagan, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi deb turib. Vaholanki men taxmin qilyapman. Vaholanki qizingizga o'zimiz bilmaganini o'rgatamiz degan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Odatda masalan, o'zimiz hammamiz ham qiz farzand katta qilyapmiz. Qizlarimizdan biron bir kamchilik o'tadigan bo'lsa, nimadir o'tadigan bo'lsa, onalar uydan haydamaydi, bor ket deb turib. O'rgatadi, tushuntiradi, nasihat qiladi, ba'zan urishadi. Nima uchun kelinni shunaqa tarbiyalasa bo'lmaydi? Nima uchun haydash kerak? Boring onangizga keting deyishlik kerak. To'g'risi, men juda xafa bo'lib ketyapman va agar siz o'g'il o'stirayotgan bo'lsangiz, keyinchalik mana shunaqa 20 hali tajribasiz qizlardan katta narsalarni kutadigan bo'lsangiz, undan ko'rasa bormay qo'yinglar sovchilikka. Hozir 20 yoshli qizi nima bo'ladi? Agar mabodo oilasi buzilsa, peshonasiga ajrashgan degan tamg'a tushdi, bo'ldi. Xo'p, keyin nima qilsin u? Agar hozir uni bo'yida bo'lsa, nima bo'ladi keyin? Ozgina vijdon, odamgarchilik degan narsani rioyasini qilinglar. Bu ko'chadagi masalan qizlar, kelinlar qo'ziqorin emas-ku, u yerdan chiqgan. Ularning ota-onasi bor. Qaytadi, qizinglarga qaytadi. Ehtiyot bo'lishlik kerak.